Aka, ma'lumot beraveramizmi? Telefon gaplashamiz. Yili nechi buni aka? 12. Ha? 2012. 2012. Ikkinchi paytsa, ikkinchi paytsa. Hamma joyda ishlab turgan. Soz. Yurgani qancha buni? 138 ming. Kraskasi tozami? Klassiga bor, tomdan pastida bor. Tomdan pastda bor. Qayerga mashinasi bu aka? Xorazm. O'zingiz ham Xorazmdanmisiz? O'sha bilinib turibdi-da. Keyin chiqadimi? Yo, faqat oformutmi? Xohlasa generalni, xohlasa oformut beramiz. Narxi nechi pul? Narxi 4800 yana bor. Real savdosi bo'ldimi? 4300 ga bermaydi. 4300 ga beramiz. 4300 dan o'tsa beramizmi? 2012-yil 138 ming yurgan kraskasi, strashniy udarlari yo'q. 10% ga kiradimi kraskasi? 10%, 20%? 50% bor. 50% bor ekan. Tomdan pastdilar. Lekin strashniy udari yo'q. Kaltagi yo'q, oldi orqa butun. Pechat. $4300 plus bo'lsa, xudo xolasa, bosib olsangiz bo'ladi. Xorazm mashinasi, xohlasangiz generalni, xohlasangiz oformutga. Aka, nomeringizni kiritaylik. Nomer 77 77lik 029 029 1555. 1555. Akamiz o'zlari ham Xorazmdan ekanlar, mehmon ekanlar. Aka, cho'po qilib beraylik. Kelib qopsiz bir Namanganga. Sog' bo'lasiz, rahmat. Sizdan bu? Yili nechi buni? 15. 2015-yil mokr asfalt. Prostoymi? Konditsioneri bor. Prostoy, gidravlika konditsioneri bor. Bor. Hop. 1.6 ekan-a? 1.6. Kraskasi? Toza. Toza. Toshkentning mashinasi. General chiqadimi? General chiqadi. Xohlovchilarga gen, xohlovchilarga oformut, pultlari bor. Strashniy holati, salonlarning holatlari ham normal turibdi. Prostoy, rullari gidravlika, konditsionerligi ekan. Hop. Narxi nechi pul? 4700 deyapsiz, kam bor ekan. Maşallah. 4 ta bolalar yaxshi ekan. Real savdosi bo'ldimi? 3,5 so'rashdi, bermadi. 3,5 dadil so'radi. So'radi. 3,5 dan o'tsa beramizmi? To'rdan balandroq deymiz. To'g'ridan baland demabdi deb turolmang. Bu sotish niyat bor-ku. Niyat bor. To'g'rimi? Bu yerga kelib ketavermaymiz-ku. To'g'rimi? Bo'zchilik mo'kkisida deydimi? 3,5 dan o'tsin, telefon qilsin. U yog'ini telefonda o'zingiz gaplashib, mashinaning ustida bir piyola choy ustida gaplashasiz. Ha? Nomeringizni kiritaylik. 88lik 88lik 009 009 5993 5993 Mokri asfalt 2015. 2015. Shunaqa mashina qidirib yurganlarga jo'natib qo'ying. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum. Kamdan. Charchagamizmi? Sog'lash. Namanganda mashinasi. 2000 2009. Kraskasi bormi? Kraskasi bormi aka? 15% bor. Holatlaricha xarob emas, normal holatda. Prostoy gidravlikami? Prostoy gidravlika, soni stramblor, gidravlika 2009-yil. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani? Hamma joy soza ishlab turgan, ha? Xudo xolasa, yurganini ham bitta ko'rsatamiz. Hop, qani bu janavar? Ko'rinmayapti-ku bu. Aka, tablo ham ko'rinmayapti-ku, yurgani. O'chib qolgan. Yo'q. Kalit bir nimadir tegmayapti. Lekin narxi nechi bu? Narxi? Aka 3,5 kam bor deyapman. 3,5 ming kam bor. 3,5 ming dollar kam bor deyapsiz. Savdosi bo'ldimi? Ha, bo'lyapti. Nechi pul qo'yish? 28. Haqi bu. Ketdi aka 26 ham, ketdi 27 ham, 2,5 28 ga bermadingizmi? 27 ga bermadingizmi? Realni. Monjal nechi pul? 3 mi? Yo, shu monjalingiz 3 ekanda. Yo, o'zingiz aka hozir mashinangiz yaxshi demoqchisiz-ku, lekin aka $2800 pul ham yaxshi pul bo'lyapti hozir.
Unda misol aka bozorlarni ko'ryapsiz-ku, hammasi miyasi bilan yiqildi. 15 minglik mashina 10 mingga tushdi. Mana bunaqa 5-6 minglik mashinalar 2000-3 mingga tushib qoldi. 2800 dollardan o'tsa berar ekansizda, ha? U yog'ini gaplashar ekansizda. Nomeringiz qanchalik? 93lik. 93lik 405 405 22 20. Telefon qiling. Shunaqa mashina qidirib yurganlarga jo'natib qo'yasiz. Ya'ni yozib keting. Kommentariyada chiroyli izoh qoldiring. Aka, bozoringiz bersin. Gansvet. Yaxshimisiz o'zi? 2014-yil. Salon holatlari zo'r holatda turibdi. Lux, bez konditsioner, 1.6. Kraskasi-chi? 10% bor. Gen chiqadi. Generalni xohlovchilarga oformib beramiz, xudo xolasa. Narxi nech pul buni? Hamma Nexia 2 4 ming mingyapti. Bilmayman, bozordagilar hammasi 4 ming dollar nima qilib olishibdi. Real savdosi bo'ldim. Nech pul qilishdi? 3400 dollar bermadingiz. Nexia 2 qimmatlab qolganmi va menga qarangchi, yo bitta Chus bozoridami yo hamma bozorda shunaqa bo'lyaptimi? Bir izohlarda yozingchi. Nexia 2 3000 dan baland bo'lib qolgani. Men nazarimda sal qimmatroq tuyulyapti. 3400 dollar plyusga yurg'izamizmi? Nomeringizni kiritaylik. 50lik 755 8 Telefonmi? 755 99 43. Generalni chiqadi, xohlasangiz oformit, xudo xolasa 3400 dollar plyusga. Kam? Bozoringiz bersin, ha? Nexia 2larimizni menimcha xudo xolasa qo'ldan kelgancha yetkazdik. O'tgan safar Damas olmagandik, Damas bozoriga o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Charchamaysiz? Hozir. Yilinichi? 2019. Yurgani? 164 ming. Vohadan kelgani? Gen chiqadimi? Vohadan kelganmisiz? Ha, o'z uchun ketdi. Ha. O'z generalnidasiz, o'shani berasiz. To'g'rimi? 4 ta bolalar yaxshi, kraskasi? Kalenkalarda bor. Strashniy udari yo'q. Hech qanaqa ходовой, подовой, motor, korobka, задний мост. Hammasi jim, soz ishlab turibdi. Yurgan qancha dedingiz? 164 ming. Narxchi? 4200. Real savdosi bo'ldim. Qamadi. Nech pul bilan telefon qilsin? 3.5 bilan. Ha? Hozir 4 bo'lsa beraman. 3.5 bilan telefon qilsin. Eshitib turing gapni. Bir besabr odam ekansizda. 3.5 bilan telefon qilishadi, qo'lingizni ushashadi. 36 bo'lar, 37 bo'lar. 38 bo'lar. Savdolashasiz-da. Bizniki savdo dunyosi. O'shaning uchun biz savdo dunyosi deganmizki, hammalar bir-biriga savdo qilsin, ko'rsin. Ha? U yo'qni o'zingiz mashinaning tepasida bir piyola choy ustida mehmon bo'lib keladiganlar bor bu yerga. Bir piyola choy qilib berasiz-da. Keyin gaplashaverasiz. Nomeringizni kiritaylik. 95lik 800 93 99. Hech qanaqa strashniy udarilar yo'q. Qoraqalpog'istonning mashinasi bo'lgani bilan generalni chiqaveradi. O'zlari generalnidalar, xudo xolasa o'shani sizga beradilar. Katta diskabalarni qo'yib qo'yishibdi. Zadniy most, korobka, ходовойlarda hech qanaqa ish yo'q. Aka, bozoringiz bersin. Motorlari ham zo'r, moy yemaydi, zo'r ekan. 21-yil. Aka, assalomu alaykum. Siznikimi? Charchamayapsizmi? Sog'lik yaxshi. Videoga olyapmiz, mumkinmi? Mayli. So'rab olmasak, hozir bitta yarimtala so'kyapti-da. 2021-yil. Yurgani qancha edi buni? 67. 67 ming, kam yurgan ekan, ha? Xo'p. Aka, kraskasi tozami? Yo'q, ashkirilos ozgina bor. Udar bo'lmaganmi? Yo'q, udar emas. Uni darvozaga chiqadi. O'zingiznikimi mashina? Dehqonchilik. Dehqonchilik nomimda. Nomingizda generalni beramiz. Namanganning mashinasi. Narxi nech pul? Narxi 5200 kami. Real savdosi bo'ldimi? Nech pul? 48 ga to'xtab. 48 ga bermayapsiz. Shu yerda bo'lyapti savdo. Hozir ozgina bir hali pishib qolgan ekan, osh damlashgan ekan, shu pishsa bo'ldi. Bugun sotilib ketishi ham mumkin. Sotilmasa 48 plusga telefon qilishadi. Shunaqami? Uchalam 5. 5 mi?
Aka, hop. Motor, korobka, zadnimoz, hamma joylar soz. Yo'q, motorga kulish deyman. Usti ko'rgan. 67 ming yurgan mashinaga kulish tegmaslik kerak asli, lekin biz to'liq ma'lumot berishimiz kerak. Bo'ldi. Oluvchiga manfaatli bo'lish kerak-da. Hammasi 4000 yangidek. 4800 dollar real savdosi bo'lib turibdi. U yog'ini sotilib ketmasa, telefon qilsangiz 21-yil. Aka, nomeringizni kiritaylik. 93lik. 93lik 054 054 58 73. 58 73 telefon qilasiz. Bitmasa, iloyim qilayotgan odamga bitsin. Chunki u ham qanchadir mehnat qilgan. Bitmasa telefon qilishadi. Bo'ldi. Salomat bo'ling.